أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan ustoz Abdulvahab Xallob degan kishining ilmi ilmi usulul fiqh degan risolasi haqida darsimizni davom qilgan bo'lib, buningdan biz uchinchi qoidaga yana fil vodihi dalala va maratibihi degan shu yetti qoidaninki uchinchisiga kelgan edik. Biz şu anın o'zidan yanıla dersimizni davomlashtirishga tirishimiz. Ee, Bu üçüncü qoidaninki qoida dalalatul va fil vadihi dalala va maratibihi deydi. Ben bu dalalatninki vuduhları barisida üçüncü qoida. Va buning darajalari. Bu qaysin bakaroq vodih, qaysi avdah, qaysi nas tavilni qabul qiladi, qilmaydi deganga o'xshash zohir, nas, mufassir, muhkam. Mushu nimaiki, mushu maratiblar haqida ilk darsimizda vaqt qisqacha bir tushunchaga kirishgan bo'ldik. Zohirlan tushunishdik va shundoqlamla zohirninki oxiri kelib to'xtab qolgan shu an o'zidan darsimizni davom qilamiz. Ustoz Abdulvahab deydi va hukmu zohiri annahu yajibul amalu bima zahara minhu ma lam yaqum dalilun yaqtadil amala bi gayri zahiri. لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دليل. Zahirin hükmü nimet, zahirin hükmü aşşu, zahirinin neslidir. Aşkar olgan neslin o'ziga amal qilishning vojib ekanligi. Hukmi shu. Qachoniki uning zohirining boshqasini, zohirining g'ayriga yoki amal qilishni talab qiladigan bir dalillar bo'lmasa, zohirdan chiqqaniga amal qilish vojib deydi. Chunki asli labzini o'z zohirini o'zidan boshqa tarafga qaratmaslik. Asli labzniki bu labzning çoğu zahiridan labzini boshqa bir tarafga burmaslik. Lekin lam aşın bir delil talab qilib qolsa, to'g'ri zohirdan boshqa tarafga bursak bo'ladi. Bo'lmaydi. Asli shu zohir ma'nosiga hamla qilish deydi. Asli bu. Ve ennehu yahtamilu ta'vila أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنى آخر منه، فإن كان الظاهر عاما يحتمل أن يخصص، وإن كان مطلقا يحتمل أن يقيد، وإن كان حقيقة يحتمل وإن كان حقيقة يحتمل أن يراد به معنى مجازي وغير ذلك من وجوه التأويل. Çuqum bu zahir tevilge hem ihtimali var. Mesela qandaq degende bunun bir misal yuqorida o'tib ketgandek va ahallallohul bay'a va harramar riba. Allah halal nima qildi? Bayni halal qildi, ribani haram qildi dedi. Bunun da üç mezmunun bağlığını şunu bayqantık. Bunun mefhumunun üzüllan üç mezmunun bağlığı. Biri Allah subhanahu wa ta'ala'nın beyni halal kılıp kallığı, ikinci ribani haram kallığı. Ve ondan başka üçüncü bir mezmunda bu bey ribaga hiç okşumaydıqanlığı. Müşrikler dava kandak innemel bey'u misl riba degendek emas, belkim bey halal riba haramdır o. Üç mezmun buldu bunun. Bununki Allah'ın beyni halal kıldığı deyişimiz bu. Bu tibaen bu uzun mana maksud ne?
Maqsadni uqtudi, ammo ilaqi asolatan emas. Asli emas. Asli bu oyatning bu yerga surilib keltirilishi mushriklarning cho'qim bey riboga o'xshash degan mushu e'tiqodiga raddiya bo'lsin uchun ekkagan. Demak, bu mushu maqsadda keltirgan bu nas, ammo oyatning zohirdan chiqqan ma'nosiki bayi halol degan Allah beyni halal kıl degeni bunun zahir oldu. Zahir oldu, beyni halal kıldı, ribani haram kıldı degenlikni o'zidan de bundan bu asl keltirilishda bu oyatni savukta, oyatni akkelishda, diliq akkelishda. Nima uchun keltirilgan bu oyatni deganda, degandek, bu orliqdagi beylar riba orliqdagi mumasala o'qishni nafiy qilish uchun keltirilgan aslida. Asl buna keltirilgan. Demek o aslen şunun için keltirilgan ekan yoki asolatan bu nim deyildi. Bu ne? Bu nasıl olgan bo'ladi? Bu ma'noda. Endi ribani haram qildi dedi. U mu shundoq? Bu mu shu aslan oyatninki ahalla va harrama degan bu ikki lafz bu qarini hojat tushmaslan bu oyatning siyoqidan asli maqsad emas. Bu ahallalal bey'a bu eli degandek bu zahir deb tuneli zahir manisi. Zahir bu emdi. Bunun da emdi qandaq olup bu tevil ihtimali var degende ahallalal bey'a. Allah subhanahu wa ta'ala beyni halal kıldı degenimizde bu tevil ihtimali var ki bu mutlak beyi halal olmaydı. Bazı beyi var gışne. Gırar ne? Mandak cehalet ne? Öz koyuna qilgan beyi olsa bu halal emas. Boshqalarni soqaq soqti qilgan, aldab qolgan, mandaq ba'zi bilinmay qilib qolgan, mandaq narsani o'z ish qilgan beyi olsa buni halol qildi Alloh subhanahu va taolo. Buning ehtimoli bor. Bu xil ta'vilga ehtimoli bor. Yana undan boshqa masalan, e, juma kunining o'zida ilm setim qilish harom qilingan. İza nudiya lis-salati min yawmil cumati fas'au ila zikrillah. Cuma namazı azan okunsa fas'au ila nudiya lis-salati min yawmil cuma. Cuma günü cuma namaz azan okulsa Allah'ın zikir tarafı menla ila cami tarafı menla deb. Demek o vaqtimizda bular bu chaqiriqqa ovoz qo'shmay bu mukallaf qana qilib qopti. Bu yerda ilm setim qilib qopti. Bu bey qanday qo'lda demakchi bunida. Ya kira haqida so'zi o'tibdi, ya boshqa bir ilm ilm sitim qilibdi. Bu oyat qarshi chiqqan bo'ldi-da. Oyat qarshi chiqqan bo'ldi. Bu demak bu al-bay' degan bu kalima ayb bolamninki kelishlan bu nima istig'roq bo'lgan. Bu umum bir lafz. Mutlaq bay halol qilindi degan chiqqan asl oyatda. Bundan qaysi ehtimoli huwa qandaq ehtimol ta'vilga ehtimoli huwa deganda bundan aynaqilikqa aldab so'xt qaq so'xt qilgan bay bundan sirt bu halol emas. Cuma vaqtida, jumaga vaqtida ta'arruz qilib qolgan bu bay u halol emas. Buni halol qilmaydigandek buning uchun istisno qilinish bo'ladi. Buning ta'vili bor. Bu zahir ve ennehu yahtemilu te'vile. Bu zahir. Kayse ve ahallal bey'e ve ahallallahu bey'e ve harrama riba. Bu zahir dedik ana. Bu zahir te'vilge ihtimalı var. Qandaq ihtimalı var? Aşınmışız. Am boğan dekin, am boğan narsa bir hususqa ihtimali buludu. Te'vilik ihtimali var. Yani bu amni özünün zahir ma'nosini qaytirib, eningdan chu boshqa bir ma'noni iroda qilish ehtimoli bor. Masalan, am zahir bo'lsa, nima bu zahir am bo'lsa, al-bay', mana bu zahir dedik, ahallallohu al-bay'a va harama riba. Buni zahir bo'ldi dedik. Am bo'lgan bo'lsa, al-bay', ilm jins istig'roqi bu umum nuqturdi. Bu on bo'ldi. Buni o'zi taxsis ehtimoli borki, mana bundan yalqi jaholat, ba'zi nima g'ish, bu degandek aralashib qolgan bu bai'i bu halol emas. Bu demak buning doirasini ozroq kichiklatdi. Bu taxsis ehtimol bo'lgan bo'ldi. Agar u mutlaq bo'lgan bo'lsa, muqayyatga ehtimoli bor. Muqayyatga ehtimoli bor.
Ee, ve eğer o hakikat olmasın o da mecaz manisi irade kılış ihtimali var. Onun başka nurgun tevilatlarının vecihlerinden. Eningden başka meselen o mutlak bey halal demez de onundur. Bazı mesela ma'dumdan sonrası o halal emez. Yok nesine. İlla bir netse zor ihtiyacılık tüpeyli anda istisna kılıngan nesle var. Eningden başka koldu bulmagan nesini özü seçişki bulmaydı. Ama beyi boğan bolsu mu? Ama bununki buna halal Allah Teala buna halal kılmadı. Bunun söz tevil ihtimali var. Bu xil tavil mi endi ikki qism bo'ladi. Tavil qarib va tavil baid deb. Tavil qarib degani masalan qanday qilsa Payg'ambar sallallohu va fi kulli arba'ina sha degandek. Har 40 qo'yda, har 40 ta bir qo'y degandek. Buni tavil nima bu qarib bo'lsak, har 40 ta bir qo'y bor. Buni Abu Hanif'in de düşündü Ahnaflar. Her koy 40'ta bir koy var. Yani 40 koyda bir koy var degenden özde bunundan 40 koydan bir koyunu versinіз buludu. Yoki pekir miskillerinin ağaçta qarab şu bir koyunun pulsunu versinіз buludu deydi. Ama Sadat Cumhurla Şafi'la İmam Şafi rahbarligidagi Şafi'la Cumhurla bunda qaraydi ki hadis kelgini bu emas. Hadisda ve fi kulli arba'ine şart dedi. Onda qilgandan o ilaqi qimmatni basiniz bo'lmaydi o. Fakat zakat shu sha'ning o'zi vojib qo'yningizda. Uni qimmati bundan bo'lmaydi deydi. Abu Hanifa'ning o'zida zakat maqbul. Meyli koyunu veren 40 koydum bir koyunu. Ya ki bu koyunun ki kıymetlemezsiniz meyli. Fikirlerini ki ihtiyacı yarışa degendek. Bu hem de bu akli delil. Nakli delil karşısında nakli delil mesela zahirla aynen tavili ihtimal buldu ki mesela Muaz ibn Cebel radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam Yemen'e vali evet. Şu vaktimizde bu öşür zakat o bu nasıl jığış şeriyanada Muaz ibn Cebel qanda qildi deganda Yamanning boylaridan ba'zi kiyim-kechak bir narsani olib keldida. Ularni g'izo moddalarini olib kelishning bedeliga. G'izo moddalarini olib kelishning bedeliga. Asli bular g'izo moddalarini olib kelish u zohir shuti. Lekin uning bedeliga bazı kimlerdi mu anın bedeliga oldu. Bu mu zahir nime zamanısını hep geliş. Onu hep gelmek bunun belirde kim hep geldik bu onun tevilige emel kaldık. Kim geçecek hep gelmek kişiler bak. Mesela bu zahir muşundak tevilige ihtimali bağ değil. Mesela onun başka tevil yine bu kısım oldu. Yani tevil, yakın tevil ve jırah tevil. Hem jırah tevil kaysi ise Hanefi mezhebinin karşıda mesela yeminlik kapart, kasanın kapartı da 10 miskin taam bereş diyen gibi. İtam aşireti mesakin diyen de bu. Bu şeydi bir miskinge 10 gün taam versak boludu deydi. Mana ananda 10 miskin taam berish it'amu asharati masalan 10 miskin degan so'zni tavil qilib buning uchun bir miskinga 10 kun tomoq bersak o'xshashqo deydi. Ammo Shofiylar yo'q. Bunga Alloh taolo 10 miskin dedi, 10 miskinga taom bersiz. Bir miskinga 10 kun emas, 10 miskinga bir kun tomoq bersiz deydi. Hanafil deydi. Buni qilsang bo'ladi. 10 miskinga bir kun taom bersang mayli. Lekin bir miskinga 10 kun deb mundaq ta'vil bersak bo'ladi. Deb mana deydi. 10 miskinga bir miskinga 10 kun taom berganlik bo'lsa, 10 miskinga bir kun taom berganda o'xshash deb mundaq ta'vil qiladi. Demak, zohir degan mushunda ta'vilni qabul qiladi deydi. وأنه يقبل النسخ أما ظاهر نسخ نقبل قولي يعني çukum bu zahirinin aşkara onun bugün hükmü bazı şu Peygamber sallallahu davrında bu nesk durus.
Nasx Resul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ve teşri' zamanında ama ondan keyin emas. وأنه يقبل النسخ أي أن حكمه الظاهر منه يصح في عهد الرسالة وفي زمن التشريع أن ينسخ وأن أن ينسخ ويشرع حكم بدله متى كان من الأحكام الفرعية الجزئية التي تتغير بتغير المصالح وتقبل النسخ. Hem bu neshininki zahir bu zahirinki hükmü. Aşkar hükmü bu durus risalet zamanda Peygamber sallallahu zamanında ve teşri zamanında neskılmış durus bu zahirin özüne. Ve bunun bedeli bir hüküm yol kuruş durus onun ornunda. Kaçan ki mesela bu e, nimige şer'inin Furuat ahkam şer'inin Furuat meselelerden bo'lgan bo'lsa ki o zaman şarait muhit ninkilarninki vaziyatni o'zgarishlarni davrning o'zgarishlarni mana shu o'zgargan ahvol ostida ba'zi Furuat juz'iy ahkamlarning o'zini buning uchun uning o'rnida nasx qilib qanday qilish uning hukmini o ilgak hukmning o'rnida yo'l qo'yishga bo'ladi deydi. Buni o'zi nasxni qabul qildi deymiz. Hem bunun bu dalalatlı vadihni to'rt qismga bo'lgan yuqorilar. Zahirlan qisqasi tunishib chiqdik. ظاهرا أم إشكنش النص النص باصطلاح الأصوليين هو ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه ويحتمل التأويل فمتى كان المراد متبادرا فهمه من اللفظ ولا يتوقف فهمه على أمر خارجي وكان هو المقصود أصالة من السياق يعتبر اللفظ نصا عليه. Nas deganem usul fiqhiniki islahida. Bu nasın iki manisi var. Bir manisi ayet hadisinin metni demek. Ayet hadisinin metni ikisi ayrılışıp olmaydı. O bir onun nas topildi. İkincisi nas mesela bir narsani inin cehdinden bir aslda mesela inin cehdinden aslan asaleten itibaren emas ayet hadis keltirilgen olsa onu nas deymiz zahirinin karşısında. Bu mu nas? Bir manisi ayet hadisinin metnisi onu nas sapatladı. İkinci manisi ki zahirinin mukabil olan, eks olan nas ki yani inin cahdeden asaleten ayetini ek keltirilgen. Bunun üzü ittibaan emas, aslan keltirilgen nas, onu nas değildi. Nas usul fıkhi ulemalarının örf adı ıslahıyla huve ma dalla binefsihati el ma'nal maksud asalaten isyan. Nas'ın gap usul fıkhi ulemalarının karşısında o bir lafziki uhtudi, bir naski yak uhtudi bu özünki sigisinin özlüğünden asla maksat mananı uhtudi. Ama o ihtimali, tevil ihtimali var. Kaçanki maksat onu düşünüş, lafzının üzdün, kaçanki maksat mutabadır, uçku olsa, zihnimiz yugurub, onu düşünüş, zihnimiz yugurub kildiğen bolsa onun lafzından. Onu düşünüş yeni bir nesige, karışık bulmuşsa, bu ayetine hep geliştin, aslan maksat şu olan bolsa, bu xil lafzını inen karta nas düşünüyordu, nas değildi o değil. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala'nın tevenk sözü ki ve ahallallahu bey'a ve harrama riba. Bu nas nimige bey ile nassun ala nepil mumasalati beynel bey'i ve riba. لأنه معنى متبادر فهمه من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه. Bu nas. Bu nas nimek nas ise beyler ribanın arasında okşun yok geldik olan nas. Ola bey riba okşaydı o degenge redden Allah subhanahu wa ta'ala bu ayetini keltirgendeyken, nazil kıldıyken yani buna da okş yok deyişinizde beyler ribanın arasında okşunun yok geldiği nas. Çünkü onun ki bu bir mana ki bu mananı düşünüş lebzinin özünün zihni kaldırıp kılgın mana.
Va bu oyatninki siyoqidan asla maqsad qilgan ma'no. Buningdan emas. Ammo undan boshqa bayininki halol riboning harom bo'lishi buningdan emas. Buningda zohir. Yine Allah subhanahu wa ta'ala sizga fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna va sulasa va ruba. Sizlar o'zinglar uchun ayollardan ko'ngillar tatgan, uning ait iffatlik deb his qilgan ayollardan elinglar, nikohlaninglar. Ushlab, to'rtlab, ikkilab, ushlab, to'rtlab elinglar dedi. Buningda fankihu ma taba lakum. Bu nikohlaninglar. Bu buningdan çok zahir mansuhdur bu. Bu ayet fakat bunun için emas. Buni oyatning siyaq savqi aslan bu emas. Asli bu ayollar bilan to'y qilganlar ilqi to'rttin jiq ilinib ketgan bo'lishqa. Chunki oyat karimda hurrimat alaykum ummatukum va banatukum va akhawatukum degan Alloh subhanahu va taolo bir muncha harom qilgan oyatlarning tizimligini bizga yo'lladi, sundi. Va uhilla lakum ma wara'a zalikum oyatning oxiri shu endi. Bütün haram kılınan ayetlerinin ahire hemsini yukarı gömse haram kılındı deb etip ve uhille lekum ma vera'a zalikum. Hem ağaçlardan başkası yaşam ketken hemsi halal kılındı. Degenden keyin bunun da bine çüpkesi halal kılındı degan gap chiqib qoldi. Shunaq tushunish paydo qilib qoladi. Bu to'rt emas, to'rtinchi xo'sin mayli demak. Aşnınğa bir had bir sad qo'yish uchun, uni bir chek chigirib hosil qilish uchun bu yerda فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. Eğer kanun tatkanın iffetlik de iskigan ayalladın çıkılıp, üçtütlüp elenla dedi. Bunun da hem töttün artık olsun bulmaydı degende nesi avu. Yukarı ayetninki ondan başkası hemmesi halal kılındı. Başka yukarı kılınan ayallardan başkası halal kılındı degan tushuncha kelib qolib qoladi. Bu bir necha olsunma to'rtinchi hosim bo'ladi degan tushuncha qoladi. Lekin ashunga bir chegara hosil qilish uchun 2, 3, 4, 4 nechkasiz bo'lmaydi degan tushuncha nima? Buning o'zida ma oyat nas. Ama bu to'yqisiz bo'ladi, pankihu nikoh degan gap buni o'zi zohir. Muşun uçur. Yine onun başka eğer tötte yok adalet kılsın kop kalsınız. Birinin kipoylaşınız gerek. Birinin kanaat kılışınız gerek. Eğer adalet kılamısınız. Diğerinin üzde hem nes. Demek bu ayette hem zahir fenkûmâ tabalakum. وَنُوْسْخُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Hem nas zahir ve iki nas var degan. Qani bunu ko'ramiz. Nassun ala qasri aqsa adad az-zawjat ala 40 لأنه معنى متبادر فهمه من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه. Bu ayet olsa nastur. Ayallarının sanını töttüla çekleşte en yukarısını ayallarının sanının en çikini tötkü çekleşki nes. Ama nikahın için gap bu zahir. Çünkü bu şu nime bunu labzin düşünüş çünkü bir mana ki aldırıp kılgan muş mananın özünü düşünüş labz ve muş ayetinin ki siyakıdır muş ayetinin keltirilişten asli maksat muş şu bununla çakkıyış töttün eşkesiniz bulmaydı o ayetinin asli avu. Yeli o'qilgan oyatning tushunchasiga binoan bulardan boshqasi halol qilindi degan bo'lsa o to'rtinchi asr bo'lgan o'xshaydi deb qolganlar uchun bir raddiya va ularni oldiga bir fasil qo'yish u jihatda uning uchun bo'lg'achqa asli shu maqsadda asli shu maqsad bu unda nas bo'lgan bo'ldi deydi ammo nekalnish u zohir va qavluhu taala وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Peygamber bergen nesini, peygamber epkegen nesini tutunla, işte peygamber bir nes berse elinla. Çeklengen nesini çeklenla. Hayatın zahir bu emdi. Demek niminil bergen olsa, kaçallı olsa peygamber epkegen nesini tutunla kabul kılanla, çeklengen nesini tuluk başta atınla diyen çıktı. Meyle kandak bir nes olsun, avamir nevahi olsun,
ve hazır kim bolsun mutlakla. Ama bu ayet-i keriminki bu nime bu nas nime gelse nassun ala vücubi ta'atir Resulü fi kısmetil pey'i i'ta'an ve men'an liannehu'l maksudu min siyaki. Bu ayet nas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boysunuşunun vacip ekanligida. Aş olcun taksim qilish jarayonida birish jihatda va ba'maslik jihatda. Ba'simi oy rahmat deb shukranillah deyish, ba'misimi shukranillah deyishga berish va ba'maslik jihatda payini taqsim qilish jarayonida payg'ambarga itoat qilish bo'ysunishning vojib ekanligida nas. Chunki bu oyatning siyoqidan bo'lgan murod shu, shunda maqsad. Ha, ama bu ayet Peygamber epkegen aslında hemen tutunla. Çeklengen aslında bütün çeklenla. Bu mezmunda zahir. Hayatın zahirden bu çıkıdı. Hayatın nessi, sebep nuzulu qarsaqlıklam, nahliklamla, bunaki neskeli köründü. Olcun taksim kan jaryanıda meyli bəsun, bəmisun, az bəsun, cəx olsun, hemmisiga oy buludu ve itaat kılışının üzü bu nas. Ne qandaq narsa olsun buyurgan narsani, bәйген narsani elangla, cheklangan narsani qo'ljig'ingla uni boshlatinglar degan bu mazmundagisi bu zohir. Va hukmuhu hukmu zohir. Ama bu narsning hukmi nimasi zohirni hukmi o'xshash. Fayjibul amalu bima huwa nassun alayhi. Uningga bima huwa nuss alayhi. Endi nas keltirilgan narsamizga amal qilish vojib. Bu neslin hükmü zahirine okşuşlam. Ve yahtemilu en yuavvela en yurada minhu gayru ma huve nassun aleyh. Ve yakbalu nesga ala ma beyyenna fil zahiri. Em bu neslin üzümçü tevilge ihtimali var. Enandın nesketilgen neslin başkasının maksat kılınıp kıp kalıdı. Enandın başka bir zahir dep ötkendek bayan kandak neskin hem kubul kılıdı. أهد الرسالة مثلا مشجعة ولهذا أخذ من قوله تعالى أخذ من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم إباحة الزواج وقصر العدد على أربع أو واحدة مشجعة إلى الله سبحانه وتعالى سوزنك فانكحوا ما طاب لكم سلا أزانغا pak deb mendaq bir nimxan ippatlik deb mendaq tushungan ayollarni o'zini elanglar. Bunun uzuncha elindi to'y qilishning mubah ekanligini elindi. Pankihu matabalakum to'y qilishning mubah ekanligi. Bu zohir ma'no shu, zohir bundan chiqdi. Endi bu va sonni to'rtga cheklash, to'rtni eshib ketmaslik. Yuqorqi tushuncha bo'yicha buning bosh halol bo'lgan bo'lsa bu ayollarning bu bir nechchini to'rtni jihni olsak bo'lgan o'xshaydi deganga raddiya berib to'rtni ham eng chekimi shumini eshib ketsangiz bo'lmaydi degandek bu to'y ayollarning to'y qilgan ayollarning eng yuqorisini chekini qo'yib berish. Avvahida yoki buningcha to'rt ayolni ep qilib yo ikki uch masalan to'rt olmay qilib qolsa undan bo'lsinmi bir adolat qilishdan qo'rqmay qilib qolsa birning o'lchakinish buning o'zida bu nas deydi mutlaq nakolish zohir to'rt cheklanish eğer onu adılmaya kapkası adılıktan korksa birinin kılıç çekilmiş. Birinin kılıç kipayenmiş. Bunun üzere nas sayılır. Fekulu mined dahiri ve nassi vadihu dalaleti ala ma'nahu. Ey la yetevakkatu fehmu muradi min kullin minhuma ala emrin hariciyyin. Ve yecibul amelu bima vadahat دلالة كل منهما عليه ويحتمل أن يؤول كل منهما بأن يراد منه غير ما وضحت دلالته عليه إذا ما وجد ما يقتضي هذا التأويل. Her biri zahir nasıl olsun her ikisi öz mensken dalaltı uçuk. Maksatını düşünüş onun taşkı bir kariniga, taşkı bir delil kara çıkıp kalmaydı. Ay üzünün neslinin üzlükle bayqıl buludu. Unda konugun ikisi bo'lgan har bir o'qitilgan narsaga, o'qitilgan ochiq o'qitilgan narsaga amal qilish vojib. Har bir ish kelsinchi ham ta'vilga ham ehtimoli bor. Ening dalal
narsani g'ayriga cho tavil qilish ham ehtimoli bor. Qachon ay tavilni talab qilgan narsa bo'lsa, yuqori biz deb o'tgandek. والتأويل معناه في اللغة بيان ما يؤول إليه الأمر قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا ومنه المآل تأويل معنسي لغة يعني işninki iş ininga onun kelki akıbetini işnin akıbetini bayan kılış demektir. Meal akıbet. Allah subhanahu teala dedi yani şu yaxşıdır ve güzeldir keyinki akıbet cihette. Keyinki netince itibariyle netince cihette demek. Yani onun katarının meal demekçi keyinki akıbet demekçi deydi. Ve ma'nahu bistilahil usuliyin usul ulamalarının karşıki bu tevilin mensimesi sarful lafzı en zahiri bidalilin. Ve minel mukarrari enel asla عدم صرف اللفظ عن ظاهره وأن تأويله أي صرفه عن ظاهره لا يكون صحيحا إلا إذا بني على دليل شرعي من نص أو قياس أو روح التشريع أو مبادئه العامة وإذا وإذا لم يبنى التأويل على دليل شرعي صحيح بل بني على الأهواء والأغراض والانتصار لبعض الآراء كان تأويلا غير صحيح وكان عبثا بالقانون ونصوصه وكذلك إذا عارض التأويل نصا صريحا أو كان تأويلا إلى ما لا يحتمله اللفظ hem bununki usul ölmalarının karşıdaki örf bu addeki bu tevilin manisi nime dese lafzını özünki aşkara manisinden delillen onu aşkar manisini bir taraf burap karv etiş. Hele digende ki mesela 40 koyda bir zakat var digende Abu Hanif onu makul deydi. Unug'un bo'ladi 40 qo'yda bir qo'y zakot vojib deydi va undan boshqa 40 qo'y emas u 40 qo'y nima 40 qo'ydan bir qo'ylam emas qo'yning qimmatini bir qo'y loyiq shuni pulisini faqir miskinlar ba'zan bo'ladi deydi shuna tavil qiladi ammo shofi yo'q shoh degan gapni o'zi fi arbaina shoh degan gapni o'zi bu xos kelima bu buningga tavil bersak bo'lmaydi faqat qo'y dedi qo'yni bersan ammo puli bo'lmaydi uni ta'virlashga bo'lmaydi deydi. Bu o'xshash mana buni zohirdan labzni o'zini dalillancho boshqa tarafga burash. Bektilge ishning qatoridanki cho'qqim asli labzni o'zini zohir ma'nosidan boshqa ma'noga chiqarib sarf qilmaslik. Onun tevili yani bu labzning o'zini, labzning zohir ma'nosidan boshqa tarafga burib o'tish gap faqat shar'iy dalilga qurilgan bo'lsa, bu sahih durust bo'ladi. Ya o neslin, ya kıyas, ya ki teşriğinin ruhi, ya ki umumi mebadilerden boğan, mendek şer'i delil kurulgan bolsa, o sağlam bir tevil olgan boladı. Bo'lmaydi agar bu shar'iy sahih shar'iy nusiga sahih shar'iy dalil ustiga qurilmasa bu tavil balkim havo havas maqsad va boshqa o'zining tarafdorlarini kuchlantirish ba'zi bir ko'z qarashlar uchun va mening shayxim mana deb ekan mening xo'jam mana deb ekan mening hojikam mana deb ekan deb shuninki tarafdorlarini o'ziniki mundaqiligi firqa vazli qilib o'ziniki mandaq guruh vazli qilib tahazzubiyatlik bilan mandaq bu bitirib mayl bo'lgan bo'lsa havo havas g'araz ba'zi shaxslarga ba'zi ko'z qarashlarga yordamchi bo'lib mandaq qilgan tavil bo'lgan bo'lsa bu xil tavil g'ayri sahiy bo'lgan bo'ladi bu qonunniki moddalar aytganda bu bekor quruq bo'ladi abas bo'ladi shunga o'xshash qachoniki to'g'ri kelib qolib qolsa tavil nas sahiyga nas sariqa to'g'ri kelib qolsa ham shundoq qanday bo'ladi bu xil tavil g'ayri sahih bo'ladi nas sarihqa tavil duch kelib qolsa u nas u tavilni qabul qilinmaydi g'ayri sahih bo'lgan bo'ladi yoki tavilniki lafz faqat ehtimol keltirmaydigan narsani ehtimol keltirishga tavil qilibdi masalan al jihadu madin ila yawmil qiyamah jihad qiyomatgachilik davom qiluvchi har ro'z jihad qilish bu masala to'xtab qolgan masala emas davr xarakterlik zamon xarakterlik emas qiyomatgacha davom debdi buningda ila yawmil qiyamah ila degan bir bo'lg'achqa bu faqat
ehtimalga lan bu xil ehtimal demoqchi faqat ehtimal keltirmaydi. Buni ta'vilga olmaydi. Hozir ham jon tinchlaşdi, jon jihad qilsaq bo'ldi, bu deyilmaydi. Masalan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari o'lib ketgandan keyin ularni nikohlanish harom. Boshqa ayollar mesela eri o'lib ketsa ya taloq qilinib ketgan bo'lsa, ona halol bo'ldi. Ona halol bo'lgan o'xshash, bunimi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollarini balkim boshqalar bundoq to'y qilsa bo'ladigan o'xshaydi degandek bundoq ta'vil urib qolib qolsa bu bo'lmaydi. Bu faqat harom qilingan. O bo'lmaydi, o ta'vil olmaydi. O xil lafzniki, o yerdagi lafzlarning hech qaysining ehtimolligicha bo'lmaydigan lafzlar. Agar ta'vil o'rmansa bu xil ta'vil g'ayri sahih bo'lgan bo'ladi, qonunan abas bo'lgan bo'ladi deydi. Xo'sh, vaqt itibori bilan darsimizni keyingi soatga qoldirdik. O'shani kifoyamiz va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.